Kim bo'lishidan qat'iy nazar, oshpazmisiz, elektrikmisiz, santexnikmisiz, kim bo'lmang, master bo'ling. Sizni o'sha kasbingiz jannatga olib kiradi. Hadihi liyat. Abdullah ibn Mas'udning qo'lini ushlab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana bu qo'lni dedi, yuhibbulloh va yuhibbur rasul va la tamassuhan nar. Mana bu qo'lni Alloh yaxshi ko'radi, mana bu qo'lni Rasul yaxshi ko'radi. Bu qo'l do'zaxda kuymaydi degan. Chunki uni qo'li mehnat qilar ekanda mazol bo'lib ketgan ekan. Kasb sizni do'zaxga olib kirmay, jannatga olib kirib ketadi, birodar. Buni yaxshi tushunib olish kerak. Parikmaxirmisiz, kimsiz? Master bo'ling. Chola bo'lmang. O'sha ishni oxiriga olib boring. O'sha ishda yetilgan odam bo'ling. O'chir tursin, kutsin sizni. Ba'zi ustalar ishlab ketadi, orqasidan bitta usta solishga to'g'ri keladi bugun. Ba'zi ustalarning o'nglagan mashinasini boshqa bitta ustaga olib borishga to'g'ri keladi bugun. Ba'zi chevarlar tikkan ko'ylakni boshqa chevarga restavratsiya qilish uchun olib borishga to'g'ri keladi.